deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari, bugungi xalq deputatlari sayyosi tuman kengashining 16 sessiyasi to'g'ri onlayn tarzda ishtirokchilar muboraklar e'lon qilinmoqda. Sessiya ishida tuman kengashi deputatlari, tuman hokimi va tuman hokimining tegishli o'rinbosarlari hamda kun tartibiga aloqador organ va tashkilot rahbarlari qatnashmoqda. Bugungi sessiyamizda xalq deputatlari tuman kengashi saylangan 24 nafar deputatdan 19 nafar ishtirok etmoqda. Sessiya ishini boshlash uchun kvorum yetarli. Xalq deputatlari sayyosi tuman kengashining 7-chaqri 16 sessiyasini ochishga o'rnatilgan qanday takliflar bor? Boshqa takliflar chiqyapti. Bu takliflarni ovozga qo'yaman. Rozlar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Sessiyani oxiriga e'lon qilaman. Deputatlar, O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 12-moddasiga binoan biz sessiya korpusi saylab olishimiz kerak. 15-yilda saylov korpusiga saylangan deputat Hamdam va Nasiba Mirzarayevaning sessiya korpusiga saylash tartibini kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q, bo'lsa unda taklif qilingan nomzodga ovoz berishni so'rayman. Rozlar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Marhamat, Nasiba Mirzarayevaning sessiya korpusiga saylangan mumkin. Endi ovoz berishni o'tkazish uchun natijalarini aniqlash uchun biz sanoq komissiyasini saylab olishimiz zarur. Sanoq komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlarni tavsiya qilaman. Sanoq komissiyasi raisligiga Mirzayev To'lqin Temirishni, sanoq komissiyasi a'zoligiga Melikov Xo'jabek Qurbonov hamda Satorov Nuriddin. Boshqa takliflar bormi? Unga ko'plab tasdiqlashni so'rayman. Rozlar, qarshilar yo'q.
Betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, xalq deputatlari Sayyor tuman kengashining 7-chaqiriq 16 sessiyasi kun tartibini tasdiqlash kerak. Kun tartibi sizlarga tarqatilgan. Taklif etilgan kun tartibi yuzasidan kimlar qo'shimcha takliflar bor? Yo'qmi? Agar qo'shimcha takliflar bo'lmasa, qo'l ko'tarib tasdiqlashni so'raymiz. Ro'zilar. Qarshilar. Yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Endi sessiya ishini ko'rib chiqishda yuksekda ma'ruzalar uchun 10 minutgacha, muzokaralar uchun 5 minutgacha, so'zga chiquvchilar uchun 5 minutgacha vaqt ajratish tavsiya etiladi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, endi kun tartibi masalani ko'rib chiqamiz. Kun tartibi birinchi masala xalq murojaatlari bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish va jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilish chora-tadbirlari to'g'risida. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z tuman hokimi Yaqubov Obidjon Almahamovichga. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, hurmatli Mas'ud Ismoilovich, hurmatli sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti boshchiligida 2026-yil 12-mart kuni o'tkazilgan xalq murojaatlari bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish va jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida sohaga oid amalga oshirishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab berildi. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash aholi tomonidan ko'tarilgan masala va muammolarni zudlik bilan hal qilish choralarini ko'rish ustuvor vazifa ekanligi, bu borada ta'sirchan choralar ko'rish mutasaddi rahbarlar mas'uliyatini oshirish bo'yicha Sariosiyo tuman hokimligi tomonidan Sariosiyo tumani murojaatlar bilan ishlash bo'yicha namunali hududga aylantirish yuzasidan harakatlar rejasi ishlab chiqildi. Shu reja tumanimizning barcha imkoniyatlarini safarbar qilish, davlat idoralari, mahallalar va jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgan. Bugun sizlarning e'tiboringizga taqdim etilayotgan mazkur harakatlar rejasining tasdiqlanishi tumanda murojaatlar bilan ishlash sifatini yanada oshirishga muhim qadam bo'ladi deb hisoblaymiz. Avvalo Prezidentimiz virtual va xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlarning joriy holati va statistikasi bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tsak. 2026-yil 22-may holatiga Prezident virtual va xalq qabulxonalariga Sariosiyo tumani aholisi tomonidan jami 2798 ta murojaatlar kelib tushgan. Ularning 2391 tasi ko'rib chiqilgan, 407 tasi bugungi kunda o'rganish jarayonida. Ko'rib chiqilgan murojaatlarning 2192 tasi qanoatlantirilgan, 1292 tasi ijobiy hal etilgan. Natijada ijobiy hal etish darajasi 54% ni tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkich viloyatning o'rtacha ko'rsatkichidan 57% yuqoridir. Shu o'rinda o'tgan ma'lum vaqtdagi holatga to'xtalib o'tmoqchiman. 2026-yil 12-mart holatiga ijobiy hal etish darajasi 42% ni tashkil etgan bo'lsa, 2026-yil 22-may kuniga kelib ijobiy hal etish darajasi 11.6% ga, qariyb 12% ga o'sgan, ya'ni 54% ni tashkil etmoqda. Lekin o'tgan yilning mart davriga taqqoslaganimizda murojaatlar soni 434 ta yoki 18.4% ga oshgan. Shuningdek, joriy yilda tuman tashkilotlariga tegishli Prezident virtual va xalq qabulxonalariga kelib tushgan 1705 ta murojaatlarning 1484 tasi o'rganilib, 890 tasi ijobiy hal etilgan. Bu esa Prezident virtual va xalq qabulxonalari orqali Sariosiyo tuman tashkilotlariga kelib tushgan va o'rganilib chiqilgan murojaatlarning 60% ijobiy hal etilganligini bildirmoqda. Intizomiy choralar qo'llanilishi bo'yicha ijro intizomida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarga qarshi kurashda faqat ogohlantirish bilan cheklanmay, mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan rahbar va xodimlarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar ko'rilmoqda. Ustidan 2026-yil 1-yanvardan bugungi kungacha tuman hokimligining 4 nafar xodimlariga intizomiy chora qo'llanilgan bo'lib, bundan 1 nafar hayfsan 3 tasi 30% gacha jarima chorasi qo'llanilgan. Hokim yordamchilari bo'yicha 1 nafar xodimga hayfsan, mahalla uyushmasi tuman bo'limi bo'yicha 2 nafar xodimga hayfsan intizomiy chorasi qo'llanildi. Tergovchida ham rahbar va xodimlar tomonidan mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yilgan taqdirda bunday choralar yana davom ettiriladi. Mas'uliyatsiz xodimlar bilan kerak bo'lsa
bugungi kunda xayrlashishgacha bo'lgan, ya'ni egallab turgan lavozimni ozod etishgacha bo'lgan choralar ko'rilishiga biz tayyormiz. Bugungi kunda tashkilot rahbarlari yoki yuqori turuvchi tashkilotga taqdimnomalar yuborilib, intizomiy chora ko'rish bo'yicha harakatlar olib borilmoqda. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, endi taklif etilayotgan harakatlar rejasi haqida gapirib o'tsak, ushbu reja quyidagi 5 ta yo'nalish bo'yicha 24 ta aniq vazifani o'z ichiga oladi. Birinchi masala, birinchi yo'nalishimiz tashkiliy amaliy tadbir. Harakatlar rejasini amalga oshirish bo'yicha tuman shtabi tashkil etiladi va sohaviy ishchi guruhlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bunda 61 ta mahallada 7 lik a'zolari faol ishtirok etadi. Mas'ul xodimlar uchun doimiy o'quv seminarlari va stajirovkalar tashkil etiladi. Eng ko'p murojaatlar tushayotgan tashkilotlardan malakali mutaxassislar xalq qabulxonasiga biriktiriladi. Bu bo'yicha ishlarni boshlab olganmiz, davlat rahbarimizni selektorlar bergan topshiriqlardan keyin bugungi kunda amalga oshirilmoqda. Ikkinchi yo'nalishimiz bu murojaatlardagi muammolarni o'rganish va tizimli hal etish bo'yicha bu murojaatlarning soha, tashkilot va mahallalar kesimida chuqur tahlili olib boriladi. Takroriy va jamoaviy murojaatlar alohida o'rganiladi. Tizimli muammolar reyestri shakllantiriladi. Har bir dolzarb masala bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqiladi. Mahallalarda muammolarni mahalla, tuman, viloyat, respublika darajalari bo'yicha toifalash amalga oshiriladi. Uchinchi yo'nalishimiz nazorat, tahlil va monitoring faoliyatini kuchaytirish bo'yicha nazorat, tahlil guruhlari doimiy ishlaydi. Har oy tuman hokimi huzurida tanqidiy muhokamalar o'tkaziladi. Sud huquq tizimi, prokuratura va adliya bilan hamkorlik kuchaytiriladi. Davlat idoralari xodimlarining xatti-harakatlari bo'yicha shikoyatlar chuqur o'rganiladi. Tanqidiy tahlil materiallar yuqori tashkilotlarga kiritiladi. To'rtinchi yo'nalishimiz fuqarolar qabullarini samarali tashkil etish. Rahbarlar ishtirokida sayyor qabullar ko'paytiriladi. Tuman hokimi va sohalar bo'yicha o'rinbosarlar hamda eng ko'p murojaat tushayotgan sohalar bo'yicha tashkilot rahbarlari shaxsiy qabullarni mo'ymo'y grafik ishlab chiqiladi. Qabullarning ijrosi qat'iy nazoratga olinadi. Beshinchi yo'nalishimiz jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan ishlash. Bunda murojaatlarning hal etilishi ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritiladi. Telegram guruhlari, xalq qabulxonasi nazorati yagona guruhiga birlashtiriladi. Tuman hokimi har oyda aholiga hisobot beradi. Harakatlar rejasining ahamiyati. Ushbu reja tasdiqlansa, tumanda murojaatlarning o'z vaqtida va sifatli hal etilishi, takroriy murojaatlarning keskin qisqarishi, fuqarolarning davlat idoralariga bo'lgan ishonchining oshishi ta'minlanadi. Bu esa Sariosiyo tumanining obro'sini yuksaltiradi va prezidentimiz oldiga qo'yilgan vazifalarning ijrosini to'liq ta'minlaydi. Xulosa o'rnida xalqimizning dardini eshitish, muammolarini hal etish va ularning roziligini ta'minlash barchamizning muqaddas burchimizdir. Ushbu harakatlar rejasining tasdiqlanishi tumanimizning yangi bosqichda rivojlanishiga mustahkam zamin yaratadi. Hurmatli deputatlar, sizlarning faol ishtirokingiz va qo'llab-quvvatlashingiz bilan ushbu harakatlar rejasining ijrosini samarali tashkil etish mumkin. Shu bois sizlardan Sariosiyo tumanining murojaatlar bilan ishlash bo'yicha namunali hududga aylantirish yuzasidan ishlab chiqilgan harakatlar rejasini tasdiqlashingizni so'rab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa marhamat. Savollar bormi? Bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Xudojon Mahmatovich, hurmatli deputatlar, ishtirokchilar.
E'tiboringizga 2026 yilning birinchi chorak yakuni bilan tuman mahalliy byudjet ijrosining natijalari hamda amalga oshirilgan chora-tadbirlarni havola etmoqchimiz. 2026 yilning birinchi chorak yakuni bilan Saroston mahalliy byudjetining daromadlar qismi bo'yicha bajarishi quyidagilarni tashkil etadi. 2026 yilning o'tgan 3 oy davomida tuman mahalliy byudjetining daromadlar rejasi 32 milliard 328 million so'mga belgilangan bo'lib, amalda 37 milliard 218 million so'mga yoki rejaga nisbatan 115% hamda belgilangan reja ko'rsatkichlari 4 milliard 890 million so'm ortiq bilan bajarildi. Hurmatli deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari, endi tuman mahalliy byudjetining 2026 yil 3 oy davomida qilingan xarajatlari bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tsak. Tuman mahalliy byudjet xarajatlari 3 oylik belgilangan reja ko'rsatkichlari 52 milliard 403 million so'm bo'lib, haqiqatda byudjet hisobidan 44 milliard 152 million so'm moliyalashtirildi. Hisobot davrida kassa xarajatlari 44 milliard 152 million so'm tashkil etdi. Yoki kassa xarajati rejaga nisbatan 84,2% ga bajarildi. O'z navbatida ijtimoiy sohada 20 milliard 201 million so'm mablag'lar moliyalashtirildi va moliyalashtirish rejaga nisbatan 78,6% tashkil etdi. Shunda umumta'lim sohasiga 2 milliard 841 million so'm mablag'lar moliyalashtirildi va moliyalashtirish rejaga nisbatan 74% tashkil etdi. Maktabgacha ta'lim sohasida 9 milliard 255 million so'm mablag'lar moliyalashtirildi, moliyalashtirish rejaga nisbatan 74% tashkil etdi. Madaniyat va sport sohasiga 5 milliard 268 million so'm mablag'lar moliyalashtirildi, moliyalashtirish rejaga nisbatan 89% tashkil etdi. Iqtisodiyot tarmoqlarida 31 milliard 548 million so'm mablag'lar moliyalashtirildi va moliyalashtirish rejaga nisbatan 104,9% tashkil etdi. Shundan obodonlashtirish sohasiga 10 milliard 950 million so'm mablag'lar moliyalashtirilgan va rejaga nisbatan 91,3%. Qishloq va suv xo'jaligiga oid muassasalarga 2 milliard 228 million so'm mablag'lar moliyalashtirildi. Bu ham rejaga nisbatan 91,2% tashkil etdi. Davlat boshqaruv organlarini saqlash xarajatlari hamda boshqa tarmoqlarning xarajatlari o'z vaqtida moliyalashtirilishi ta'minlandi. Shuningdek, 2026 yilning o'tgan 3 oy davomida tuman hokimligining zaxira jamg'armasi yil boshida erkin holda hamda yuqori byudjetning qo'shimcha manbalari hisobida sohalarda jami 2 milliard 29 million so'm mablag'lar ajratildi. Jumladan, mahalliy byudjetning yil boshida qolgan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan yuqori byudjetdan ajratilgan mablag'lar birga 808 million so'm. Shundan tumandagi maktabgacha va maktab ta'limiga qarashli 10-sonli ta'lim maktabida tashkil etilgan Jasorat maktabi, texnik talablarga muvofiq jihozlar, to'siqlar yo'lagi, gimnastika shaharchasi, o'q otish, o'quv qurol aslahalari saqlash xonasi, saf maydoni, yugurish yo'lagi xarajatlari uchun 100 million so'm mablag' obodonlashtirish boshqarmasiga, obodonlashtirish xarajatlari va moddiy texnika bazasini mustahkamlash xarajatlariga 88 million so'm. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 avgustdagi byudjet ma'lumotlari ochiqligini va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi BK-39/17 sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Open byudjet portaliga tushadigan jamoatchilik fikrlarini inobatga olib, sarflash sharti bilan Sarosiyo tuman hokimligida tashkil etilgan tashabbus jamg'armasi maxsus hisob raqamiga erkin qoldiq mablag'lari hisobidan 30% miqdorda mablag' yo'naltirildi. Bu 227 million so'm. Tuman hokimligi moddiy texnika bazasini mustahkamlash va boshqa xarajatlar uchun 392 million so'm. Tuman hokimligining zaxira jamg'armasi mablag'lari jami 1 milliard 221 million so'm. Shundan tuman madaniyat bo'limiga bayram tadbirlarini o'tkazish xarajatlariga 13 million so'm. Tuman obodonlashtirish boshqarmasiga moddiy texnika bazasini mustahkamlash xarajatlari uchun 350 million so'm. Hamda tuman hokimligi moddiy texnika bazasini mustahkamlash va boshqa xarajatlarni amalga oshirish uchun 858 million so'm mablag'lar ajratildi. Shu bilan bir qatorda 2026 yil birinchi chorak yakuni bilan mahalliy byudjet daromadlari rejasini oshirib bajarish hamda yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan tushumlar jami 448 million so'm mablag'lar shakllangan bo'lib, shundan mahalliy byudjet daromadlari rejasini oshirib bajarishdan shakllangan jami
2,648 million so'm mablag'lar hisoblanadi. Tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli umumta'lim maktablarning moddiy texnika bazasini mustahkamlash xarajatlari uchun 466 million so'm. Tuman obodonlashtirish boshqarmasiga obodonlashtirish hamda boshqarmaning faol moddiy zaxirasini mustahkamlash xarajatlari uchun 458 million. O'zbekiston mahallalar uyushmasi Sarsumoq bo'limi mahallalar va ijtimoiy uylarda video kuzatuv vositalari o'rnatish xarajatlari uchun 98 million so'm. Sarsumoq hokimligida tashkil etilgan tashabbus jamg'armasi maxsus hisob raqamiga daromadlar rejasini oshirib bajarish hisobidan 30% miqdorda mablag' yo'naltirishi uchun 794 million so'm. Surxondaryo viloyat turizm boshqarmasi negizida tashkil etilgan turizm jamg'armasiga 17 million so'm. Tuman hokimligi hamda boshqa soha xarajatlarini amalga oshirish uchun 763,2 million so'm mablag'lar ajratilishi, tumanda yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan tushumlarni shakllangan jami 1,399 million so'm mablag'lar hisoblanadi. Sarsumoq hokimligida tashkil etilgan tashabbus jamg'armasi maxsus hisob raqamiga 30% miqdorda mablag' yo'naltirish uchun 420 million so'm tuman hokimligiga, davlat dasturlari hamda boshqa xarajatlarni amalga oshirish uchun 979 million so'm mablag'lar ajratilishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-aprildagi budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi TT5072 sonli qarori asosida Sarosima tashabbusli budjet loyihasining 2026-yil 1-mavsum bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Oshir budjet portaliga Sarosima aholisidan 2026-yil 1-mavsumda 91 ta taklif tushgan bo'lib, ishchi guruh tomonidan takliflarning qonun hujjatlarida belgilangan mezonlarga muvofiqligi, har bir taklifga sarflanishi lozim bo'lgan mablag'lar miqdori hamda tadbirlar amalga oshirilishini texnik imkoniyatlar o'rganib chiqilgan holda 82 ta taklif qabul qilindi. Hamda 9 ta tashabbus nizom talablaridan kelib chiqib rad qilindi. Tuman hokimligida ochilgan fuqarolar tashabbusi jamg'armasida ovoz berish bosqichi o'tgunga qadar nizomga asosan tuman budjetining 2026-yil uchun tasdiqlangan umumiy xarajatlarning kamida 5% hisobidan birinchi bosqich uchun 14 milliard 807 million so'm, 2026-yil erkin baliq mablag'lari hisobidan 227,3 million so'm, shuningdek o'tgan mavsumlardagi loyihalarni iqtisod qilingan mablag'lar hisobidan 705 million so'm, jami 15 milliard 740 million so'm mablag'lar shakllandi. Tashabbusli budjet loyihasining 2026-yilda 1-mavsum uchun joriy yilning 1-fevraldan 20-martiga qadar loyihalarga ovoz berildi. Ovoz berish jarayonida yakunlarga ko'ra 17 milliard 300 million so'mlik 13 ta loyiha g'olib deb topildi. Bugungi kunda barcha loyihalar uchun hisob raqamlar oshirib, mablag'lar moliyalashtirildi. Ushbu 12 ta tashabbus uchun loyiha smetalari ishlab chiqish jarayonida turibdi. 2026-yilning 1-choragi davomida sohalar bo'yicha muassasa tashkilotlarga budjet mablag'lari tasdiqlangan va aniqlik kiritilgan rejalar asosida O'zbekiston Respublikasi budjet kodeksi hukumat qaror va farmoyishlari bilan belgilangan tartiblarga rioya etilgan holda moliyalashtirish ishlari amalga oshirildi hamda rejaga nisbatan ortiqcha moliyalashtirishga yo'l qo'yilmadi. So'zimni yakunida shuni aytishim joizki, mahalliy budjet daromadlarini oshirish, rezervlarni aniqlash chora-tadbirlari hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bilan bog'liq dasturlarni moliyalashtirishga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ayroqchi ma'lumotlar hisoblar bormi? Agar yo'q bo'lsa, kun tartibini yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasiga taklif etilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday taklif va qo'shimchalar bor? Marhamat, ovoz berishga so'rayman. Rozlar. Qarshilar. Yo'q. Betaraflar. Yo'q. Tasdiqlar. Kun tartibidagi 3-masala mahalliy budjet daromadlari bajarilish holati, qo'shimcha rezervlarni aniqlash bo'yicha qilingan ishlar, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar kesimida budjetga hisoblangan amaldagi amal to'langanligi, ular bo'yicha soliq qarzdorligining
2026 yilning 1-oyida davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida tuman soliq inspeksiyasi boshlig'ining hisoboti to'g'risida. Kun tartibidagi masala yuzasidan tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari Hakim Jamshid Namajonovga marhamat. Bu savollar o'zi doim kamchilik ko'rilgan masala. Ikki soat ko'rib chiqdik, gaplashib. Bu masala bo'yicha Davlat komissiyaga ham hisobot berildi. Birinchi oy davomida jismoniy shaxslardan undiriladigan daromad solig'iga 1,516 million solig'lar hisoblangan, 1,670 million undirilgan. Bu o'tgan yildan qolgan qarzdorlik hisobi bilan tilga olinganda, keyin bajarmaslik sababi yana bittasi oliy ta'lim o'qiydigan hamda subsidiya asosida uy-joy olgan fuqarolarni to'lab bergan mablag'lar hisobidan 12% qaytarish hisobidan 844 million so'm shular mablag'imiz kamaygan. Shuni hisobidan rejamiz bajariladi. Bu bo'yicha hisobot berildi. Endi biz belgilangan rejani bajarish bo'yicha hozir qo'shimcha manbalarni aniqlash tuman prokuraturasi departamenti bilan birgalikda ish olib borilyapti va keyin mana yashirin ish o'rinlarini legallashtirish bo'yicha ish olib borilyapti. Bu bo'yicha rejani to'g'ri bajarish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Albatta bular Moliya vazirligidan boshqarma oldinlari bizda investorlar tashkilotlar bor. Fermer xo'jaliklar, aptekalar, zapravkalar, bular hammasi tegishli viloyat investorlovchi jam katta yerga turishmoqda. Borisizga investorlar mas'ul ketdi. Prezidentimizni qarorlarida mahalliy byudjetga xalqimizga tasdiq etilgan nimasi bilan bizga hozir 1-yildan boshlab investorlar kelishib kelyapti. Shuni bir hisob-kitobini olganmisizlar? Mana hozir daromad solig'i chiqayotgan bo'lsa, bizga qancha investorlar keladi? Qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchilar biz tumanimizga yangidan hisobga olinadi. Bu bizning qo'shimcha manbamiz, rezervimiz, zaxiramiz hisoblanadi. Agar hisobga olingan bo'lsa, agar to'xtatib aytsangiz, agar bo'lmaydigan bo'lsa, buni hisobini olsak, mana shu bizning rezervimiz hisobidan agar keladigan bo'lsa, qancha daromad solig'i tushadi, qancha biz mahalliy byudjetimiz daromad oshadi, shuni hisoblaymiz. Biz hozir mana birinchi kvartalda, ikkinchi kvartallarga aynan mana shu soliq turi bo'yicha orqadan olib o'xshayotgan summamiz qancha, ikkinchi kvartalda qancha bo'ladi, o'shani hisobiga qoplaydimi yo'qmi yil oxirigacha. Shu taklif savol bermoqchiman, agar bo'lsa marhamat. Bu aniq sonlar yo'q, lekin qaror loyihasiga kiritilgan tumanimizga qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi korxonalar qaytadi, ya'ni fermerlar, savdo korxonalari. Shu ikkita yo'nalish hozir taklif berilgan. Bu bo'yicha hisob-kitob olyapti. Hali yaqiniga yetgan. Ustaz o'rtoq ekan. Takliflarni aniq hisob-kitob qilsa, navbatdagi sessiyaga hisob-kitobni eshitsin. Bunda savollar bor. Bundan masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qarorlarimiz taqdim etilgan. Loyiha yuzasidan bunga qanday qo'shimcha takliflar bor?
Agar yo'q esa, o'zbekcha aytadiganimiz ro'zalar. Qarshi yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Kun tartibidagi 4-chi masala. Tumanda 2025 yil davomida va 2026 yil 1-chorakda yoshlar daftar jamg'armasi hisobidan ajratilgan mablag'larning saqlanishi hamda yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtini ma'muriy tashkil etish va huquqiy savodxonlikni oshirish, shuningdek 5 muhim tashabbus doirasida tumanda tashkil etiladigan chora-tadbirlar kalendar rejasini tasdiqlash to'g'risida yoshlar ishlari tuman bo'limi boshlig'i hisobot to'g'risida. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z yoshlar ishlari tuman bo'limi boshlig'i Rahmatjon Muhammad Rahmatjonovga. Bu masala o'tgan sessiyaga taklif kiritilgan edi. Kengash tomonidan ajratilgan pullarni taqsimot haqida qisqacha hisobot beradi va o'zlarining xaridlar rejasini qo'shishga haqli beradi. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ishtirokchilar. 2025 yilda yoshlar daftar jamg'armasida tushgan mablag'lar uchun hisobot. 2025 yil davomida jamg'armaning yoshlar daftar jamg'armasiga 1 milliard 72 million so'm pul mablag'i kelib tushdi. Shundan 2024 yildan 450 million so'm erkin qoldiq bo'lib mablag' kelib tushdi. Shundan 2025 yilga o'tkazilgan pulda 13.8 sonli farmon asosan Majburiy ijro byurosi tomonidan 306 million so'm xalq deputatlari tuman kengashi qaroriga asosan mahalliy byudjetning orttirib bajarilgan mablag'lari hisobidan 306 million so'm maxsus mablag' ajratildi. 2025 yil oyiga kelib pulda 13.8 sonli farmonga asosan Majburiy ijro byurosi tomonidan yana 1 milliard 895 million so'm mablag' kelib tushdi. Yoshlar ishlari tomonidan 2025 yil tomonidan 7 vaqtli kengash yig'ilishi rayonda rasmiylashtirildi. Bayonnomani keltirgan xarajatlar quyidagi yo'nalishlar bo'yicha amalga oshirildi. Oliy o'quv yurtining to'lov shartnoma kontraktlari to'lovi bo'yicha 287 million so'm 151 nafar yoshga to'lab berildi. Moddiy ahvoli og'ir yoshlarga bir martalik moddiy yordam uchun jami 19 million 500 ming so'm 13 nafar yoshga to'lab berildi. Bemor yoshlarga davolanish uchun jami 32 million 750 ming so'm mablag' 12 nafar yoshga to'lab berildi. Avtotransport vositalari haydovchilik tayyorlash o'quv kursidan xarajatlarini qoplash uchun jami 12 million so'm 8 nafar yoshga to'lab berildi. Safarbarlik chaqiriq rezervi xizmatini o'tash uchun bazarini qoplash uchun jami 44 million 650 ming so'm 10 nafar yoshga to'lab berildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj iqtidorli ishsiz yoshlarni o'quv kurslari xarajatlarini qoplash uchun jami 142 million so'm 91 nafar yoshga to'lab berildi. Yoshlar ta'limini ta'minlash, ularning subsidiya asosida avtobusga olib ertangi daromad ishish maqsadida 55 million 300 ming so'm 32 nafar yoshga avtobusga xarid qilishdan ajratildi. Iqtidorli faol yoshlarni 5 muhim tashabbus tadbirlariga g'olib bo'lgan yoshlarni rag'batlantirish jami 326 million 850 ming so'm 509 nafar yoshga sovg'a va tadbirlar g'olibi bo'lgan yoshlarni pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Mirzo-Ulug'bek mahallasi yoshlar yetakchisi Murod Qulov qo'shnining yoshlar daftar jamg'armasi kengashi raisi tuman hokimi yo'llagan bir belgisi asosida Mirzo-Ulug'bek mahallasida joylashgan yoshlar ishlari tuman bo'limining bo'sh turgan xonasiga yoshlarning bo'sh vaqtini mavjud tashkil etish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish, mo'ljallangan xona jihozlari uchun jami 62 million so'm mablag' ajratilib, ushbu mablag' kompyuter, 4 dona monoblok, 1 dona notebook, 1 dona havo sovutgichi, konteyner, 1 dona interaktiv doska, 2 dona stul, 15 ta stol, 8 ta xarid qilinib, Sariq tuman yoshlar ishlari bo'limining bo'sh turgan xonalariga o'rnatildi. Yoshlar daftar jamg'armasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 312 sonli qarorining 3-bandiga binoan mahallalarda yoshlar yetakchilari uchun ajratilgan xizmat xonalarini moddiy texnik jihozlarni, kompyuter to'plamlari va printer bilan ta'minlash maqsadida jami 60 million so'm mablag' ushbu yo'nalishga ajratildi. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha 9 ta monoblok, 5 ta rangli printer, 15 nafar yetakchiga moddiy texnika jihozlari yangilandi. Yoshlar daftar jamg'armasi yoshlar o'rtasida tashabbuslar hamda ma'naviy tadbirlar faoliyatini ko'rsatgan uchun jami 14 million so'm pul mablag'i 46 nafar yoshga rag'batlantirish uchun ajratildi. 2026 yil
2026 amalga oshirilgan ishlar bo'yicha Taraz tuman yoshlar ishlari bo'limining yoshlar daftari jamg'armasi 2026 yil sonida 2 milliard 406 million so'm mablag' kelib tushdi. Shundan 2025 yil 1 milliard 895 million so'm erkin qoldiq bo'lib 2026 yilga o'tkazildi. 2026 yil to'lov davomida to'pi 61.8 sonli qarorga asosan Majlis ijro byurosi tomonidan 546 million so'm mablag' kelib tushdi. Shuningdek, yoshlar daftari jamg'armasi 2026 yil 5-fevralda 49 sonli qarorga asosan 2026 yil 11 mart kuni qabul qilingan qo'shma qaror asosida 586 million so'm hududiy infratuzilmalarni yaxshilash uchun ajratildi. Hozirgi kunda yoshlar daftari jamg'armasi hisob raqamida jami 1 milliard 810 million so'm mablag' mavjud bo'lib, 2026 yil yoshlar daftari jamg'armasidan yordam olgan 23 nafar yoshga ariza kelib tushgan. Shundan 23 nafarni to'lov kontraktlari to'lab berildi. E'tibor uchun rahmat. Hisoblab qo'yish. 2025 yil qilingan ishlar 2026 yilda 3 oy davomida qilingan ishlar bo'yicha hisoblar. Asosiy yo'llar yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtini mas'ulli tashkil etish va huquqiy savodxonligini oshirish, shuningdek 5 muhim tashabbus doirasida mahalla hududiy tashkil etilayotgan chora-tadbirlar tayinlash rejasi tasdiqlash to'g'risidagi hisobot. Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyoti yo'lida ma'lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo'lishi o'sha davlatda yoshlar ta'lim tarbiyasi va kelajakda beriladigan e'tibor darajasi chambarchas bog'liqdir. Shu ma'noda O'zbekiston yoshlari masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanib kelmoqda. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan yosh avlodlar barqaror qilib tarbiyalash, ularning hayotda mustaqil qadam qo'yishi uchun zarur sharoitlar yaratish, madaniyat, san'at, ijtimoiy tarbiya va sportga keng jalb etish, zamonaviy axborot texnologiyalari savodxonligini oshirish, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish juda katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, o'tgan yil mobaynida yoshlar siyosati doirasida necha qonuniy farmon va farmoyishlar qabul qilindi. Mazkur qonun va qonun ustuv hujjatlarning tumanimiz qolaversa, respublikamiz yoshlari uchun nechog'lik katta ahamiyatga ega bo'lib, yoshlarga yaratib berilayotgan cheksiz imkoniyatlar kalitidir. Saroy tumanida o'tgan 2025 yil davomida mahallalarda yoshlar yetakchilari tomonidan mahallalarda yoshlar ma'naviy yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 muhim tashabbus barcha yo'nalishlari bo'yicha 14,140 tadbir o'tkazildi. Shundan 76,345 nafar ziyod yoshlar qamrab olindi. Mahallalarda faoliyat yuritayotgan yoshlar yetakchilarining o'ziga biriktirilgan mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Madaniyat va san'at targ'ibot qilish borasida 60 ta mahallada jami 6431 ta madaniy va san'at yo'nalishlari bo'yicha tadbirlar tashkil etildi. Unda 35,135 nafar yoshlar qamrab oldi. Sog'lom turmush tarzini va sportni ommalashtirish borasida 61 ta mahallada 4120 ta sog'lom turmush tarzini va sportni ommalashtirish yo'nalishlarida tadbirlar tashkil etildi. 29045 nafar o'quvchi va yoshlar qamrab oldi. Shu jumladan 244 ta milliy futbol musobaqasida 12035 nafar yoshlar, 201 ta voleybol musobaqasida 8120 nafar yoshlar, 85 ta basketbol musobaqasida 3012 nafar yoshlar, 98 ta sport tennisi musobaqasida 7012 nafar yosh, 101 ta shaxmat musobaqasida 8144 nafar yosh, 12 ta shashka musobaqasida 2001 nafar yoshlar, 42 ta milliy kurash musobaqasida 1542 nafar yoshlar, 9 marotaba sog'lomlashtirish uchun 5000 qadam yurish marafonida 5100 nafar yoshlar qamrab olindi. 2026 yilda Saroy tumanida ushbu tanlovlar musobaqalarini ishtirok etish uchun jumladan jami 76421 nafar yoshlar 5 tashabbus platformasi orqali ro'yxatdan o'tdi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yildagi ayollar daftari, yoshlar daftari va Saxovat va ko'mak jamg'armalari tomonidan hisobidan ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 412 sonli qarorning 3-bob 1-bo'limida 15-bandida kalendar reja belgilangan. Loyihada belgilangan tanlov va tadbirlarni sektor, tuman, shahar bosqichlarini o'tkazish uchun tuman shahar ishlari bo'limlari tegishlicha bo'yicha mahalla yetkazilgan va choraklik tadbirlar rejasi taqdim etildi.
va xalq deputatlar tuman kengashining ko'rib chiqish uchun kiritish belgilandi. Tadbir rejasi xalq deputatlar tuman kengashi tomonidan tasdiqlangan so'nggi tadbirlar o'tkazish uchun tegishli mahalla yetkaziligining qaroriga muvofiq yoshlar daftari jamg'armasidan mablag'lar ajratish va qonunchilikda belgilangan tartibda tadbirlarga ajratilgan tovar moddiy boyliklarini xarid qilish uchun ko'rsatib o'tildi. Jumladan, yoshlar intellektual salohiyatini kuchaytirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va huquqiy tavaqqiligini oshirish, shuningdek, 5 muhim tashabbus doirasida mahalla, sektor, tuman tashkil etilayotgan chora-tadbirlar kalendar rejasi asosida joriy yil davomida muvaffaqiyat ko'rsatilganicha yoshlar ovozi tanlovi, yoshlar oqshomlari, mini futbol, shaxmat, shashka, arm reyting, jambor, rahbarlar kubogi musobaqalari, kibersport musobaqalari, robototexnika texnika musobaqalari, loyihalari, mushoira tanlovi, yosh kitobxon oila tanlovi, ko'p kitobxon tanlovi, yosh kitobxon tanlovi, targ'ibot kitoblari tanlovi, yozuvchilar va shoirlar bilan uchrashuvlar, kitoblar karvoni, yosh chegarachi, yosh gvardiyachi, vatanparvarlik, shijoat va harbiy sport musobaqalari, yosh boshqaruvchi, yosh qutqaruvchi, shunqorlar, amir temir avlodlari, humanist yoshlari, yoshlar va qonuniy tanlovlar, jasorat maktablari, loyihalar, yilning eng namunali mahalla yoshlar yetakchi tanlovi, mutafakkir va adib shoirlar, yozuvchilar, tarixiy shaxslarning tavallud sanalari nishonlanishi, yosh huquqshunos tanlovlar, yosh va qonun tanlovlar, sektor rahbarlari va yoshlar uchrashuv, me'yoriy huquq hujjatlar targ'iboti, zakovat, intellektual o'yinlar targ'iboti, ibrat farzandlar loyihalari targ'iboti kabi bir qator loyihalar o'tkazish rejalashtirilgan. Qo'llaringizda taqdim etilgan yoshlar ishlari agentligi Taroz tuman bo'limining 2026-yilda rejalashtirilgan yoshlar intellektual salohiyatini kuchaytirish, ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va huquqiy tavaqqiligini oshirish, shuningdek 5 muhim tashabbus doirasida mahalla, sektor, tuman tashkil etilayotgan chora-tadbirlar kalendar rejasi ushbu tadbirning 2026-yil qolgan 9 oy ichida taqsimlangani aks ettirilgan. Hurmatli deputatlar, hurmatli rais, yuqoridagi inobatga olingan holda Taroz tuman yoshlar ishlari bo'limining 2026-yil mo'ljallangan kalendar rejasi taqdiri hamda xarajatlar jadvalini haq tezlikda Taroz tuman kengashi sessiyasida taqsimlashda amaliy yordam berish so'rayman. Rahmat. Sombajon Ahmadovning savollar bormi? Yaxshi savol berdingiz. O'tgan sessiyada nisbatan faqat bu ikkita tushunmovchilik bo'lyapti. Shunda analitik yasangiz bor. Mana bu yerga o'tgan yili oliy o'quv yurtlarida to'lab beryapsizlar moddiy ahvoli og'ir yoshlarga. Shularni ajratadigan mablag'ingiz cheklanganmi yoki uni o'zlaringiz sarflasada sharoitda? Bir fuqaro uchun hozirgi vaqtda ijtimoiy resurslardan amalga oshirgan farzandlar uchun oliy o'quv yurtining 50%, ya'ni dekanning 50 barobardan oshmagan miqdorda to'lab beriladi. Misol uchun oliy o'quv yurtida 20 million kontrakt to'lov bo'lsa, 50% 10 million so'm to'lab beriladi. Hamda shartnoma shartlari bor bizda. Chunki siz mana o'tgan yilda ajratgan mablag'laringiz 287 million so'm, bir kishiga 1,5 million so'mdan sal osonroq tushadi. Mayli, sizni cheklovlarni shunday bo'lgani keyin arasidagi moddiy ahvoli og'ir yoshlarning akademik yordamingizda shu 1,2 million so'mdan to'g'ri kelyapti. Lekin xuddi shunday boshqa parametrlar. Lekin bir narsa tushunmadim, shuni kam berib ko'ryapsizlarda, yilni oxiriga kelib 1,895 million so'm pul qoldiq qo'yapti. Nima kerak bu qoldiqni bizlarga? Beringiz, yo'qlar ishni tugatsin, agar sharoitingiz bo'lsa, bularni taklifi balki uni cheklovningiz bo'lsa, 2025-yil ikkinchi mana bu vatanga aytib ketay, jadvalni berasiz, jadvalni tayyorlab berasiz, keyin vaqt olmasin uchun man jadvalni takliflarini tayyorladim, to'g'ri so'rasham, agar bemalol bo'lsangiz keyin ko'rib chiqsangiz shunga qarab jadvalni so'rashim o'zgartirasiz. Bu chunki jadvalni respublika imkonsizdir. Bayon konkretlashtirishga bilay, qayerda, qachon, nima bo'ladi, bizlar borib
Mendan savol bor. Hozir gapimiz bitta joylashib qoldi. Masala shundaki, hozir 1 milliard 811 million so'm qoldig'imiz bor. Mablag'imiz yo'q emas. Lekin nima uchun mana hozir jamoat yo'lab mana tanqid, mana o'tyapti. Boy 21 nafar yoshlarimizga 38 million so'm yordam ko'rsatdi. Bunisi yo'q emas. Nima uchun kam? Bu taqdirlarda vazir mahkamasi 3 soat qarorida o'zgartirish kiritdi. Mart oyidan boshlab ijtimoiy shartlari o'zgardi. Shartlar o'zgargan sari yoshlar daftari qabul qilingan yoshlar ham hozirgi vaqtda 40 nafarga yetyapti. Ammo to'lashga bo'lmaydi. Sababi shartnoma shartlari bir oy muddat berdi. Mart oyidan boshlab ko'rsatma qilgandan keyin bir oy muddatda kamida kontrakt bo'lsa to'l bag'riga o'qish kerak. Ijro xodimlaridan bitta kitob tilovat qilish kerak. Keyin kunlardan chiqib to'lab amalga Sizin vaqtda qolyapti. Amalga oshiradi. May oyiga oxirigacha reja bo'ldi. Bu vaqtda yetmagani uchun iyunni birgacha muddat olganmiz. Hammasi vaqtlardan pullar amallanishib ketadi. Faqat muddat bor. Muddatdan. Balki targ'ibotimiz yetarli mas'ul degan. Sabab mablag'imiz hukumat prezidenti tomonidan mablag'lar sabab qo'yildi. Yoshlar qo'llab-quvvatlanadi. Aynan yoshlar daftariga mablag'lar reyestrlariga 30 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni kiritish. Ularni kiritsak ham yoshlarimizni qo'llab-quvvatlaymiz ham kambag'al oilalarga yordam ko'rsatgan bo'lamiz. 38 nafar 21 nafar yoshga 38 million so'm juda bir katta bir tumanga mahallaga o'tkazish mumkin. Tumanimizga bu qonunsiz bo'lgan Bular qarorni kengaytiramiz yoshlarga. Bu işler amalga oshiryapti. Guruhlar shakllantirib borilyapti. Har bir mahalladan 10 nafar tarbiyasi og'ir, jinoyat qilishga moyil, otalik olingan yoshlardan har bir mahalladan bitta nafar nuroniyga biriktirib, ro'yxatni shakllantiryapti. Bu bo'yicha to'g'ri savol keltirilmagan, lekin bu bo'yicha ishlar olib boryapti.
ro'yxatlarning ma'lumotini tasdiqlab, birma-bir ro'yxat bo'yicha o'tilgan ma'lumotni beramiz. Hamkorlikda ishlatsin. Hamkorlik kerak. Yo'l fikrlarini qarorlar bo'ladi. Bu bo'yicha ishlar amalga oshiryapti, yaxshi kunlarda ma'lumot beramiz. Savollar bo'lyapti. Taklifim shundan iborat ediki, Muhammad aka Bu bo'yicha ishlar amalga oshiryapti. Rahmat. E'tiroz bersin. Oğlum yollarımızı taşınıp koyuş, biletten kalıyorlardı. Yani sıfatlı öğrenci böyle işte kabuklar. Bunlarla kalıyorlar. Yani sıfatlı öğrenci, yine özümüzden kontrolüyle sıfatlı öğrenci koyuyorlar. Böyle de kalıyorlar. Geçiyorlar aynı ortadan oldu. İyi sesleri kontrolü düşerdiler. Oyuncularla kontrolü işler. Yani de kardeşimde. Çok kolay. Başkası gibi. Başka savunma yok mu? Yok. Tamam. Bundan sonra insanlar çünkü artık masada biraz saklar aldıklarını göre orada masayla kapıyor. Böyle bir nasıl bize takip bakın şunlar bu. Tamam. Bakın olduğu şey söylemem. Rozlar. Karşılar. Yok. Giderler. Yok. Aslan. Bu kartla ilgili ikinci masala. Özbekistan Respublikası Prezidentinin 2026 yıl 5. yanvardaki Respublika makamlarında haksız hukukiyat açışımlar açıda, yahut nazırlı işler tiziminin göre yetişişe adliyen koşunca karar adliyat doğrusundaki birinci son ve kararın icrası boyunca 2026 yıl 1. ayına oğlu zamanda kanunu ilgili saklanlar, hukukuzarlık anıklar, kavalını alış, bırakılayken adliyan taşı iş boyunca oğulların yaşayacaksan, Tuman bırakılayken akıratı doğrusunda. Şu masada karısaya karşı kuraşı boyunca Arkadaşlar aksi meseleler üzerinden sektörlüğe hayat gündem sağlarına ekranımızda arkadan işlerimiz arkadaşlarla kapan. Özbekistan Respublikası Prezidentinin 2026 yıl 5. yanvardaki birinci son kanun icrasını tamamlaş masasında 2026 yıl 1.
korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari ijroiy ekanligi ko'rilgan. Kun tartibi masalasi esa bunday savollar esa marhamat. Ma'ruzalar 5 ta mahallada jinoyatchi sodir etilganligi ko'rsatilgan 99% mahalla sodir bo'lgan. Juda 5 ta mahalla shu mahallalar qo'llashadi. Mahallalar yaxshilar. Agar nomlarga kirgan bo'lsa, bu mahallalarga oldin olishimiz bilan bo'lgan jinoyat bo'lgan. Oldin olishimiz bilan bo'lgan bo'lsa, qanday oldin olish bo'yicha qanday ishlar boshlangan Qarorlar vasiyatlar qilgan, loyihalardan qanday taklif qo'yishlari bor. Rahmat o'zbekiston so'zlar o'zlar. Qarshılar. Yo'q, taraflar yo'q. Aslan. Kun tartibidagi ikkinchi masala. Tumanda yashil makon umumiy loyihasi doirasida va atrof muhitni muhofaza qilish borasida 2025 yildan qilingan ishlar hamda 2026 yilning 3 oy davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tuman politsiya bo'limi boshlig'i Kun tartibidagi masala yuzasidan söz tuman politsiya bo'limi boshlig'i Ibrahim qanday hamroh bo'ldi. Doğru bu masaya doğru müsaade koyulacak. Bu işin çıkarı bu fabrika yani kelince uzunlara adrese bölgeler. Tanış maksadlarından çıktılar hem koyucu yapılan tanış orası sırf sağlayıcısı matematik. Sağlayıcı olacağız. Havalanma sağlamayı gençlerse bu vakti birlikler sesli iştirakçıları tam bahçelerde yaklaştırırken kurban ayonuna havalanma haberlerimiz geliyorsa şu ayondan köprüler koyuştu, bakanın hizmet işte plak doşman. Agar ruhsat bersalarning o'zgina ma'lum hisobotni bor, loyihalar chiqarib ma'lumotlarni yetkazaman chunki bu yangilik eshitmagan sessiya ishtirokchilari birliklari bor. Muhtaram Prezidentimizning 2025 yil 18 noyabrida O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishlari qo'mitasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 333-sonli qarorlari e'lon qilindi. Ushbu qarorlarning ma'lum mohiyatiga to'xtalib o'tsak. Muhtaram Prezidentimizning 2025 yil 18 noyabrdagi 343-sonli qarorlariga asosan O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi tuzilmasi, Davlat ekologik nazorat inspeksiyasi, ya'ni ekopolitsiya to'g'risidagi nizom, ekologiya qo'mitasi tizimidagi davlat inspektorlari maqomiga ega xodimlarga maxsus unvonlar berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Qarorga asosan ekologiya qo'mitasi o'z faoliyatida bevosita O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga hisobdor hisoblanishi, ekologiya qo'mitasi o'z faoliyatiga har qanday davlat organlari va tashkilotlari ularning mansabdor shaxslaridan mustaqil ravishda amalga oshirishi hamda uning faoliyatiga ushbu mansabdor shaxslarning aralashuvi taqiqlanishi, ekologiya qo'mitasining joriy faoliyatiga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ekologiya masalalari bo'yicha maslahatchisi, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi raisi rahbarlik qilishi, hududiy bo'linmalar va tuman bo'limlari mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari tuzilmasiga kirmasligi hamda o'z faoliyatini mustaqil ravishda amalga oshirishi va ekologiya qo'mitasi oldida hisobdor bo'lishni belgilab qo'yildi. 2025 yil 26 yil birinchi chorak davomida Sariosiyo tumani ekopolitsiya tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qisqacha ma'lumot bersam, 2025-26 yilda Sariosiyo tumanida 320 nafar qonunbuzarlik holatlari aniqlanib, ulardan 45 nafar mansabdorlar, ya'ni ulardan 472 million so'm miqdorida ma'muriy jarimalar qo'llanildi. Shunda 230 million so'm ma'muriy jarima undirildi. Undirilmay qolgan ma'muriy jarimalar
undirish uchun majburiy ijro byurosiga yuborildi. Shuningdek, 2026 yil birinchi chorak davomida 1 milliard 250 million so'm pul mablag'lari tushirilgan bo'lib, bular O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12-aprildagi tabiatni muhofaza qilish va ularni ta'minlash iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202-sonli qarorga asosan xo'jalik yurti subyektlarga 1 milliard 71 million so'm miqdorida kompensatsiya to'lovlari undirib olindi. Albatta bizning sohamizda qonunchiliklar ko'p, atmosfera holatini muhofaza qilish bo'yicha, suv va suv resurslarini muhofaza qilish bo'yicha, yer osti, yer usti boyliklarini muhofaza qilish bo'yicha talaygina ishlar amalga oshirilgan. Yashil makon bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tsam, 2025 yil bahor mavsumida Sariosiyo tumanida 827 ming dona, 2025 yil kuz mavsumida 793 ming dona, ya'ni 1 million 620 ming tub ortiq mevali va mazali daraxtlar ko'chat etilib, manzilli dastur asosida elektron platformaga kirgizildi. Bu esa rejani 110% bajarishga erishildi. Shuningdek, yashil makon loyihasini 2 yil amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi 199 sonli farmonlarga asosan jamoatchilik fikri asosida ishlab chiqilgan milliy bog'im loyihalarini shakllantirish va moliyalashtirish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlash haqidagi 156 sonli qarorlarga muvofiq mening bog'im loyihasi doirasida ixtisoslashtirilgan o'rmon xo'jaligi tomonidan yashil bog' tashkil etildi. Bu tumanimizning Madankon mahallasida 200 ortiq daraxt va gul ko'chatlari ekilib, doimiy parvarishlab kelmoqda. Shuningdek, 2025 yil uchun yashil bog'lar va yashil jamoat parklarini tashkil etish uchun ochiq budjet axborot portali orqali Alisher Navoiy mahallasi hududida Evli suvi yer maydonida tumanimiz kengashining 2025-2026 yildagi K25 sonli qarori asosida yashil bog' tashkil etish ishlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, 2026 yil uchun mening bog'im loyihasini amalga oshirish uchun 3 ta mahalla ochiq budjet orqali kurash olib bordi. Bunda Yangi hayot mahallasidan oz berish orqali ko'p yutib olib, mening bog'im loyihasi mening Yangi hayot mahallasiga amalga oshiriladi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, albatta sohaga oid kamchiliklar, xatolarimiz ko'p. Albatta bular sizlarning takliflaringiz bilan tumanimiz rahbariyati bilan hamkorlikda ushbu kamchilik va xatolarni birgalikda bartaraf etamiz. Hisobot tugadi, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa rahmat. Qabul qiluvchi savollar bormi? Rahmat. Assalomu alaykum. Haqiqatan hisobotda juda keng soha, ekologiya eng asosiy masalalar. Ayniqsa suv resurslarini saqlash, tuman hammasi bo'yicha Muharram Prezidentimiz tomonidan katta samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, shu maqom loyihasi. Men savolim qisqacha, Sangardak turizm zonasida juda samarali ishlar amalga oshiryapti tumanimizda. Shu yillar davomida yozga o'rib chiqqanimizda polietilen ishlaridan, boyagi savdolardan ko'rib, o'sha daryo o'zlaridagi florani pastga qarab o'tganlik guvoh bo'lyapmiz. Ma'ruzada shu jarima qilingan ayrim ishlar olib borilgani ko'rsatilgan. Endi siz faoliyatingizda taklif bo'ladiki, faqat jarima bilan cheklanib qolmasdan, balki biror o'sha u yerdagi nimalarni olish bo'yicha yoki tashlamaslik bo'yicha qanday ishlar amalga oshirish bo'ladi. Shu bo'yicha hisobga olishingizga shu targ'ibot ishlarini amalga oshirish. Shu o'zbekiston sohani eng nozik joyi chiqindilar bilan bog'liq ishlar. Uni utilizatsiya qilish, uni bartaraf qilish, bu albatta muhofaza etilgan tabiiy hududlarda hozir yoz mavsumi
o'zanidan maratonga e'lon qilingan, bundan nima olish mumkin emas. Olsa olaversin. O'zlar aytganchalik jalq emas, lekin bir narsani vaqtida aytib qo'yman. Hisobga olinishyaptiki, Sarijuy gidrouzelidan pastga daryo tosh oqizmaydi. Kum o'tishi mumkin. Tosh oqizib pastga tushirmaydi. Bu degani so'z pastdan olingan bilan kechagi 300 kilometr suv kelgandan keyin Rumon daryosini, Rumon ko'prigini tagidagi nimani chuqurlarga olib kelib bosamiz. Erta indin marta shunday sel kelsa, agar bular pastdan graviyni olib bersa, ko'prik havoda osilib qoladi. Bu ham mayli. Gidrovuzel xavf hisoblanadi, gidrovuzel. Chunki gidrovuzelda tagida toshini gidrovuzeldan pastdan toshni surib kelgandan keyin u ochilib qoladi. Bu katta xavf bo'ladi. Bu masalaga juda katta e'tibor berish kerak. Bu birovni foydasini cheklash emas. Buni oqibati yomon. Yana ikkinchi masala faqat jarima qonunlarini kerak. Juda talabimizni muvofiq jarima qilmaydi. Bir nimani biroq aytib bir sessiya. Gollandiya degan mamlakat eng ko'rkam mamlakat hisoblanadi. Buni sababi bitta. Gollandiyani xalqi yegan mevasini danagini tashlamasgan. Katta kichigi bozorda mevani oladi, yeydi. Bir salafanchiga sotib qo'yayotganda ishga boradimi, o'qishga boradimi, yo'lning ustiga qayerda bir tuproq bo'lsa, shuni ko'mib ketadi. Shuning uchun urug'ini bozordan yaxshi meva olasiz. Talabsi ishlaganda qarang, yaxshi meva olasiz, yaxshi darak bo'ladi, uni ko'mgan har kelgunga 15-20% tutasiz. Chunki dalada hozir o'rmonzor bo'lib ketgan. Shunday tarbiyalagan maktablar bilan hamkorlik qilish kerak. Hamkorlik qilish kerak, bolalar darak tashlamassin, o'g'il yo'l ustiga qayerdadir bir joyga ko'mib ketsin. Yashil makonni shulardan shundan chiqib ketaveradi. 10 yildan keyin o'rmon bo'lib ketadi hamma yoq. Bu bir. Ikkinchidan, maktablarda birinchi sinfga boradigan bolalarga o'qib bittadan ko'chat ektiradi. 10 yil shu bola shu ko'chatni o'zi parvarishlaydi. 10 yil. Doskachaga yopib qo'yilgan. Faqat bu narsa emas. Qaraib ketadi. Har keyinchalik maktablarda yana ishimizda rahmat ba'zilarga to'g'ri birinchi kun kelganlar shu qanday qo'rqadi. Tumanimiz hokimiga ushbu bo'yicha xat chiqarganmiz. Ushbu daryodagi zavodlarni o'zlarining joyiga ko'chirish bo'yicha tegishli vazirliklarga ma'lum etganman. 7 ta lot chiqish kerak o'zlarining daryosi bo'yicha. Chunki bu yerdagi daryo o'zani ko'taradi. 25 kun samolyotda bu yerdagi daryo o'zani kerakmas shu bilan bu bo'yicha ishlab ketyapti, natijasi bo'ladi. Keyin har bir maktabga ikkita ko'cha ektirish bo'yicha bizlarda hozir O'zbekiston politsiyasi 5 ta umumiy harakat boshlanadi. Hozir yashil makon umumiy harakat, chiqindidan xoli hudud bitta umumiy harakat, biomeros bitta umumiy harakat, eko madaniyat, eko oda o'sha bo'yicha harakat boshlanadi prezidentlardan. Bu bo'yicha ham ishlar tashkil qilinadi. Bu narsa esimdan chiqib kechirasiz. Rekultivatsiya degan narsa. Qurilish ishlarini olib borayotgan har yerdan narsa oladiganlarni rekultivatsiya proyektida loyihasiga joylashtirib unga mablag' ajratiladi. Agar budjet mablag'larini ishlatgan bo'lsa, uni deputatlar bilish kerak. Qanday qurilish tashkiloti har yerdan tosh, qum nima oladigan bo'lsa
yurtvarsa hisobidan balki mablag'i yo'qdir, balki boshqadir samolyotdan faraz qilingan sarosarlik deb qo'yilayotgani birinchi marta kelgan odam ko'rsatdi. Baloni tepadan ko'radi, keyin aeroportga tushadi. Bu rekultivatsiya bo'lmagan. Shu narsalarga e'tibor beramiz. Farklı masal yasasından karar aldığımız süre aralara bahseder yapılan. Aralara yasasından koşullar gider yolunu yok bahseder. Marman doğruları söyleme doğrular. Açılar yok, lideratlar yok. Aslan. Bunun farklıların kendini masala. Sana çıkmanın aynen diğerlerinin halinden onlarca olsa. Şu masalar Final millar. Ne emas, lex doğru. Biz 2000 yil boshida 2026 yil mahalliy byudjetni tasdiqlash to'g'risida kengash qarori chiqqanda ikkinchi ilovasida mahalliy byudjetda 2026 yil cheklangan miqdori tasdiqlanganda cheklangan miqdori birinchi chorak davomida cheklangan miqdorda o'zgartirish kiritildi, ko'payish bo'ldi. Oilaviy bog'chalar va boshqa yo'nalishlarga pul berilganligi uchun hozir cheklangan miqdori 151 milliardga tasdiqlangan bo'lsa, kengash tomonidan hozir birinchi chorak davomida 8 milliard 900 millionga o'zgarib ketdi, ko'paydi. Shuning uchun kengash qarori bilan ajratilgan mablag'ni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Cheklangan miqdoriga ikkinchi lavozimga o'zgartirish kiritishimiz kerak. Faqat xarajat tarafiga, daromad qismiga o'zgarish bo'lmaydi. Chunki respublikada mahalliy byudjetga ko'payish berilgandan keyin o'rtadagi tafovutni
o'zaro hisob kitob. Savunma yo'qmi? Kun tartibi masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasida tarqatilgan bo'lmasa ovozga qo'yaman. Marhamat, ro'zilar. Qarshilar. Yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Kun tartibidagi oxirgi masala, birinchi masala. Xalq deputatlari tuman kengashining 2026 yil 18-martdagi 7-chaqirim 14 sessiyasidagi Konstitutsiya 8-26 soni qarorini amalga oshirishga muvofiqlashtirish to'g'risida. Ushbu masala korrupsiya tashkilotlash xavfsizlik masalalari doimiy masalasi ko'rilgan. Kun tartibi masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Hurmatli qaror loyihasiga tarqatilgan. Loyiha esa kunda qanday takliflar so'rab marhamat, oldin eshitishni so'rayman. Ro'zilar. Qarshilar. Yo'q. Betaraflar. Yo'q. Tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi sessiya ko'piga, sessiya yakunlari yakunlash ma'lumotini yana so'z bersak, marhamat, sizga o'zlaringizni